Xo'sh, mana kasalimiz 10 kun oldin kelgandi. Faxriy gribok bilan kojinni endi bu ham bilmaydi o'zi qachon yuqishtirgan. Afshagada ko'pincha afshagalardan o'tadi. Mumkin afshagadan yuqishtirgan. Xo'sh, mana 10 kun kapul qo'ydik osmonkollarini, mana tozani rezultatini so'raganlari, mana rezultatini hozir qo'yamiz. O'zi ham rozi. Rozimisiz oxir nazarchilik lecheniyadan? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'lgan. Bu necha kishilarga borganda lecheniya qildi boshqa joylarda ham, lekin effekt bermagan. Bizga keldi, mana lecheniya qilib berdik. Biz faqat osmonkol bilan ana rezultatini ko'ryapsizlar. Ko'ramiz, qo'yamiz. Mana shuning uchun bir xil kasallar ko'pincha boradi, hali fohishalarga boradi, lekin bu yaxshi bola fohishaga bormagan. Mana rezultatini ko'rdilar. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar yoshlar. Ko'pincha fohishalar ko'paygan, bir kunda 10-15 ta odam qabul qiladi, borasizlar. Bu rezinka, berezinka ham o'taveradi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Ramazonda xuliganlik qilmanglar.